46 bab. Parvardigor mundaq deydi. İlah belinin tizi çöküdü. İlah nibo'nun qaddi pükülüdü. Ularning shaklda yasalgan butları hayvanlarga yüklep qo'yildi. İlgiri Babıllıqlar kötürüp yürgen bu butlar emdi hargın hayvanlarga ağır yük bulup kalıdı. Bu ilahlarning qaddi pükülüp tizleri egilidi. Bu ilahlar öz butlarini qutqizolmaydi. Aksicha bu keraksiz ilahlar öz butları bilan asirlikka topshirildi. Ey Yaqub jamiyati, gepimga quloq selinglar. Ey İsrailiyaning aman qolgan fuqarolari, sizlar tug'ilishdan burunla men sizlarni qo'llab keldim. Sizlar onanglarning qo'rsqidan tushgan kundan boshlabla men sizlarni ko'tirib keldim. Toki sizlar qirib, chechinglarga oqirib ketsa-mu, men bu ishimni to'xtatqinim yo'q. Men yanala shu Xudodurman, o'zgarginim yo'q. Men sizlarni yaratgan ekanman. Albatta sizlarni yutib yuraman. Albatta sizlarni ko'tiraman. Sizlarni qutqizaman. Sizlar meni kim bilan selishtirib, kim bilan teng qilyapsizlar? Hech kim menga o'xshamaydi. Menga teng bo'ladigini yo'qdir. Ba'zilar hamyonlaridan oltin kumushlarni chiqarishib, tarazlarda o'lchaydi. Ular ustalarni yollab, bu oltin kumushlardan bir but yasaydi. Hamda bu butga sajda qilib cho'qinadi. Ular bu butni murlariga elib ko'tirishib, uni bir joyga o'rinlashtirdi. Bu but shu joyda qimirlamay turadi. Bir kim uningga iltijo qilsa, u javob qaytarmaydi. U hech kimni azob oqibatlardan qutqizolmaydi. Hey, mendan yuz o'rgan xalqim, bu ishlarni o'ylanglar. Bularni har vaqt esinglarda chin tutinglar. O'tmishda men qilgan ishlarni o'ylanglar. Men haqiqatan birdan bir Xudodurman. Men Xudodurman. Mendan boshqa hech bir Xudo yo'qdir. Men kelgusida bo'ladigan ishlarni oldin aytib beraman. Texi yuz bermagan ishlarni oldin aytib beraman. Men planlagan har qanday ishni amalga oshira olayman. Men xohlagan har qanday ishni qila olayman. Men sharqdan bir burkutni chaqirtib kelaman. U yiroq bir joydan keladi. U men nemini xohlasam shuni qiladi. Men aytganlarimni cho'qim qilaman, maqsadlarimni cho'qim amalga oshiraman. Menga quloq selinglar, ey joyillashgan, haqqoniylikdan yiroqlab ketgan xalqim. Men pat orada o'z qo'lim bilan haqqoniyatni yurgizaman. U kun yetib kelish oldida turdi. Mening nijotliqim kechmaydi. Men Siyonni qutqizaman. Men Isroil xalqiga shon shuhratimni beraman.